Qasoskorlar Qiyomat kuni filmidagi barcha voqealarning sodir bo'lishiga Stiv Rojers aybdor, chunki u o'tmishga toshlarni qaytarish uchun borgan edi, lekin ikkita katta sababni deb o'sha yerda qolib ketdi. Bugun esa butun multiolamlar uning bu ishi uchun javob berishi kerak. Umuman olganda bu voqealarning boshlanishi uchun yaxshi sabab, finalni eslasangiz, u yerdagi voqealar kalamish orqali boshlangan edi. Xullas, yilning eng ko'p kutilayotgan filmidan ilk treyler taqdim etildi va bugun biz ushbu treylerni tahlil qilish bilan cheklanib qolmagan holda yaqinda San-Diegoda bo'lib o'tgan Comic-Con'dagi filmning ikkinchi yopiq tarzda taqdim etilgan treyleri haqida ham gaplashamiz. Videoni boshlashdan oldin kanalga obuna bo'lib qo'ying, chunki videoni ko'rib turib bu ishni qilmaganlarning bor yo'g'i 500 tasi obuna bo'lsa, siz uchun yangi video qo'yiladi. Shunday ekan, hoziroq obuna tugmasini bosib qo'ying. Treyler X odamlar maktabida boshlanadi. Tushkunlikka tushgan va bu holatdan achinayotgan Charles Xavier maktab derazasidan boshqa bir olamning yo'q bo'lib ketishiga nigoh tashlamoqda. Bu yo'q bo'lib ketayotgan olam esa katta ehtimol Tobey Maguire'ning olami. Tarqalgan syujetga ko'ra, film Nyu-York shahrida Tobey Maguire o'rgimchak odamining olamida boshlanadi. Deadpool va Rosamaxa o'z olamlarini Tobey'niki bilan to'qnashib, yo'q bo'lib ketishini oldini olish uchun u yerni yo'q qilish maqsadida bomba olib kelishadi. Lekin ularni Tobey qarshi oladi va Rosamaxa va o'rgimchak odam o'rtasida jang bo'lib o'tadi. Lekin ular baribir bombani aktivlashtirishadi. Portlash sodir bo'lgan paytda Deadpool TVA portali orqali qochib ketadi. Rosamaxa va o'rgimchak odam esa o'sha yerda qolib ketishadi va portlashdan so'ng Tobey'ning olami butunlay yo'q bo'lib ketadi. Charles Xavier esa bunga achingan holda qarab turibdi, lekin bu ishni amalga oshirmaganida ularning olamini ham xuddi shu taqdir kutib turgandi. Fonda esa Robert Downey'ning ovozi eshitilib turardi. Ushbu kun yakuniga yetmas oldin biz aql bovar qilmas qarorni qabul qilishimiz kerak degan. Keyin esa bizga ilk bor Doktor Doom'ning o'zini ko'rsatishadi. U X odamlar olamida turibdi va ilk to'qnashuv aynan o'sha olamda bo'lib o'tadi. Keyin bizga yangilangan qasoskorlar binosi va unga kirib kelayotgan fantastik to'rtlik va Thor ko'rsatiladi va binoda yangi va eski qasoskorlar fantastik to'rtlik yig'iladi. Bu sahnada Stiv Rojers ham bo'lishi kerak. Uni montaj yordamida o'chirishgan yoki chetroqda turibdi, xuddi Bob kabi. Bob super qahramonlarning ishiga aralasha olmaydi, chunki kuchini ishlatsa yana Void ozodlikka chiqib ketishi mumkin. Lekin baribir filmda u bunga majbur bo'ladi. Qasoskorlarga yetakchilik qilayotgan guruh rahbari esa Thor. Baribir boshqa hech kim bu mas'uliyatni o'z zimmasiga ola olmasdi. Hayoti davomida do'stlari bilan juda ko'plab dushmanlarga qarshi jang qilganini va bu dushmanlar Doom'dan ko'ra uni kamroq qo'rqitganini aytadi. Bu yerda u aynan Tony Stark va Qora bevaga ishora qilib, ularning buyuk fidoyiligi bekorga ketishini xohlamasligini ta'kidlaydi. Bu vaqtda orada Reed Richards ochgan ulkan gologrammada bir-biriga yaqinlashayotgan koinotlarni ko'ramiz. Doktor Doom aytgan aql bovar qilmaydigan qaror aynan mana shu. Bitta koinotni saqlab qolish uchun boshqasini yo'q qilish qarori. Bu yerda ikkita emas, 3 ta koinot to'qnashmoqda. X odamlar, Marvelning asosiy olami va fantastik to'rtlikning koinoti. Thor kichik kelishmovchiliklarni chetga surishni aytadi. Bu yerda u eski va yangi qasoskorlar o'rtasidagi kelishmovchiliklarni nazarda tutmoqda. So'ngra u nutqini bizga mo'jiza kerak bo'ladi deb yakunlaydi. Keyingi sahnada esa Shuri, M'Baku va Nemorni ko'ramiz. Ular to'qnashadigan koinotdan kelgan qahramonlar bilan jang qilishga hozirlik ko'rmoqda va biz treylerning eng portlovchi sahnalaridan biriga kelamiz. Thor osmondan jang maydoniga tushadi. Atrof xarobazor va o'lik sentinellar yotibdi. Bu yer X odamlar koinoti. Thor Stormbreaker'ni qo'liga oladi va Doom'ga yaqinlashadi. Doom'ning bu yerda turishi haqiqatdan ham juda katta aura. Keyin X odamlar saroyining portlash ichida qolganini ko'ramiz. Siklop sahnaga chiqadi va shundan so'ng haqiqiy jang boshlanib ketadi. Qahramonlar qahramonlarga qarshi kurashadi. X odamlar va 616-olamning qahramonlari birinchi marta yuzma-yuz kelishadi. Gambit Shang-Chiga qarshi, Mystic esa Yelena Belova qiyofasiga kirib, u bilan jang qiladi. Keyingi sahnada esa Loki'ni ko'ramiz. U multikoinot daraxtida emas, yerda va xavotir bilan TVA kartasiga qaramoqda. Kartaning orqasida esa o'sha multiolam daraxti tasvirlangan. Bu sahnadagi tushunarsiz holat shuki, Loki multiolam taxtida emas, balki TVA xodimi libosida yuribdi. Chunki bu sahnadagi voqealar Loki serialining 2-sezoni voqealari paytida, ya'ni taxtga o'tirishidan ancha oldinroq sodir bo'lmoqda. Loki Steve'ga TVA bu vaqt oqimini yo'q qilmoqchi ekanligini aytib, uni boshqa olamga ko'chirishga qaror qiladi. Steve, Peggy va uning bolasi fantastik to'rtlikning olamiga ko'chib o'tishadi va o'sha yerda 10 yil yashaydilar. Ketishidan oldin Loki Steve'ga maxsus aloqa kartasini beradi, agar kerak bo'lib qolsa uning yoniga kelishi uchun. Keyingi sahnada esa Magneto va professor
Professor X chorasiz holda bir-biriga qarashmoqda. Shundan so'ng Scott va uning qizi va Franklin Richardsni quchoqlab turgan Jonni Storm ko'rsatiladi. Barcha tomonlar qayg'urishmoqda, chunki ushbu filmdagi xavf oldingilaridan ancha katta va ko'pchilik o'z yaqinlaridan ayriladi. Keyin esa X odamlar va qasoskorlar jangidan yana bir nechta kadr ko'ramiz. Barcha qahramonlar o'z kuchlarini oxirigacha ishlatmoqda va shu sahnalardan so'ng treyler o'zining eng yuqori nuqtasiga chiqadi. Thor va Doktor Doomning to'qnashuvi. Thor osmondan chaqmoqlarni chaqirib, xuddi abadiyat jangida Thanosning ko'kragini yorib o'tgani kabi butun g'azabi bilan Stormbreakerni havoga ko'tarib, Doomning boshiga zarba beradi. Lekin yo'q, Doktor Doom joyidan 1 millimetr ham qimirlamaydi. Metal qo'lini xotirjamlik bilan ko'taradi va abadiyat jangida Thanosni o'ldirishiga bir baqiya qolgan o'sha ulkan qurolni shunchaki 2 barmog'i bilan havoda to'xtatib qoladi. Do'stlar, ishonavering, bu sahna kinoteatrlarda odamlarni hayqirishiga majbur qiladi. Boltadan otilib chiqayotgan o'sha ulkan chaqmoqlar Doomning qalqonidan o'ta olmaydi. Ushbu sahnani kamida 30 marta qayta ko'rdim va har bir ko'rganimda etim jimirlab ketdi. Doktor Doom bu sahnada qanchalar qo'rqinchli kuch darajasida ekanligini isbotlaydi. U shunchaki zirh kiygan daho emas, u ilm-fan va qora sehrni uyg'unlashtirgan, filmdagi eng mutlaq kuchga erishgan personajdir. Treylerning oxirgi soniyalarida esa orqadan ovoz keladi. Thor hayrat bilan bu imkonsiz deydi. Kamera buriladi va Steve Rogers xuddi abadiyat jangidagidek o'sha ikonik uzun sochli va soqqolli holatida qarshimizda namoyon bo'ladi. Thor uning haqiqiy ekanligini tushunish uchun Mjolnirni qo'yib yuboradi va Mjolnir Thorning qo'lidan uchib Stevening qo'liga boradi. To'g'ri, bu yerdagi Steve Rogersning ko'rinishi dekabr oyida taqdim etilgan ilk tizerdagidan ancha farq qiladi. Chunki boya aytganimdek, oradan taxminan 10 yilcha vaqt o'tgan. Filmning rasmiy posterida esa Doom ulkan plakatga qarab turibdi. Tepadagi Yer sayyorasining ustki qismida ayol va bola farishtalar qurshovida turganligi tasvirlangan. Bundan bilib olishimiz mumkinki, Doomning oilasi Steve Rogers qilgan ish sababli yo'q bo'lib ketgan. Yoki yana bitta nazariyaga ko'ra, ushbu ayol va bola Sue Storm va Franklin Richards bo'lishi mumkin. Ularning tagidagi sayyora esa urush dunyosi. Komikslarda aynan shunday bo'lgan. Doktor Doom urush dunyosini yasaganidan so'ng Sue Storm uning sevgilisi bo'ladi. Franklin esa Doomni dada deb chaqirgan. Sayyoraning o'rta qismida yoriq bor. Bu esa olamlar to'qnashuvini anglatadi. Plakatning pastki qismida esa Tony Starkning barmoq chertishi tasvirlangan. Teoriyaga ko'ra, Tony Starkning barmoq chertishidan so'ng yangi vaqt chizig'i paydo bo'ladi va unda Tony Stark toshlar ta'sirida halok bo'lmagan. Shunchaki og'ir jarohat olgan va bir necha vaqtdan so'ng Doomga aylangan. Hozircha bu shunchaki teoriya, lekin Doom va Stark nega bir-biriga o'xshashligini ko'rsatib berish uchun yaxshi nazariya. Yaqinda esa San Diegoda Comic-Con bo'lib o'tdi va unda filmdagi Doomning jodugar yordamchilarining ilk ko'rinishi bizga taqdim etildi. Ularning niqobi Fantastik to'rtlik filmining titrlardan keyingi sahnasida ko'rsatilgan niqob bilan bir xil bo'lganligi uchun ko'pchilikda savol paydo bo'ldi. Ushbu Franklinning oldida turgan personaj Doom emas, balki jodugarlarmi degan. Lekin bu narsa noto'g'ri, chunki Baxter binosiga shaxsan Doomning o'zi kelgan. Chunki Doktor Doom Qasoskorlar qiyomat kuni filmida 2 xil kostyumdan foydalanadi. Xuddi siz ham uyda boshqa, ko'chaga chiqqaningizda boshqa kiyim kiyganingiz kabi. Filmning boshida Doktor Doom qasoskorlar bilan birga yurganida aynan o'sha kostyumini kiyadi. Keyin esa vaziyat jiddiylashadi va biz treylerda ko'rgan kostyumini kiyadi. Film rejissyorining o'zi ushbu sahnadagi kapishon ostidagi shaxs Robert Downey Jr. ekanligini tasdiqlagan. Ya'ni Doktor Doom va Fantastik to'rtlik oldindan yaqin tanish. Buni Comic-Conda yopiq tarzda taqdim etilgan filmning ikkinchi treyleridan bilib olsak bo'ladi. Treyler ommaga taqdim etilgani yo'q, lekin Telegram kanalimiz obunachilari allaqachon unda nimalar bo'lishini bilishadi. Treyler Latveriyadagi qal'ada Doktor Doomning taxtda o'tirgan sahnasi bilan boshlanadi. Shunda Sue Storm shunday deydi: Viktor har doim har bir masalada tajribali va xonadagi eng aqlli odam edi. Lekin ilgari u juda boshqacha bo'lgan. Shundan so'ng Doktor Doom yo'qotgan oilasining portretiga qarab turgan sahna ko'rsatiladi. Xuddi taqdim etilgan posterdagidek. X odamlar va qasoskorlar ushbu treylerda urushmayapti. Aksincha nima qilish kerakligini muhokama qilishmoqda. Va fonda Sue Storm Doktor Doom haqida gapirishda davom etadi. Ilgari u mehribon edi. U qadrlar va g'amxo'rlik qilardi. Yaxshi ko'rgan barcha narsasi undan tortib olindi. Adashganini bilardim, lekin buning oqibatida parchalanib, shunga aylanishini payqamay qolibman deydi Sue Storm. Sue Storm Doktor Doomni qayerdan tanishligini bilamiz. Ayniqsa Fantastik to'rtlik filmidagi majlisda Latveriya stulining bo'sh qoldirilganini ko'rgandik. Bu esa Doktor Doom yo'qotgan oilasiga a'zo tutayotganini ko'rsatadi. Ya'ni Sue haqiqatdan ham Viktor Van Doom qiyin kunlarni boshidan kechirayotganini, xotini va farzandini yo'qotganini bilardi. Treylerda Thor juda umidsiz ko'rinmoqda. Ehtimol ushbu sahnadan so'ng u Odinga murojaat
murojaat qiladi. Keyingi sahnada esa Latviya qasrining qarshisida Doktor Doomni ko'ramiz, lekin uning yonida ehtimol Latviya jodugarlari ham bor va bizga faqat ularning plyajlari ko'rsatiladi. Keyin esa Reed Richardsning Doktor Doomga baqirayotgan sahnasi ko'rsatiladi. U shunday deydi: "Viktor, buni sen qildingmi?" Viktor esa javob beradi: "Hammangiz o'g'irlangan hayot kechirdingiz va endi ularni qaytarib berasiz", deydi. Shundan so'ng treylerda Doktor Doom xuddi Superman kabi uchib kelib yerga qo'ngan sahna ko'rsatiladi. Keyin esa Thor va Doktor Doomning birinchi treylerdagi jangining kengaytirilgan variantini ko'ramiz. Bu sahna birinchi treylerdagidek qorong'u emas, hatto oq desak ham bo'ladi. Va Thor Doomga qarab shunday deydi: "Qasam ichamanki, men yutqazishimdan oldin sen o'limga ravona bo'lish uchun yolvorasan." Shundan so'ng Doom Thorning qurolini to'xtatib qoladi va uni o'zini o'yinchoq qilib uloqtirib yuboradi. Va treylerning oxirgi sahnasida Doom barcha qilayotgan narsalari faqat o'zi bilan bog'liqligini aytadi va sentinellarni tiriltiradi. Va shu bilan video ham o'z nihoyasiga yetdi. Agar savollaringiz bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldiring. Men albatta ularga javob beraman. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun esa kanalga obuna bo'lib qo'ying va shundagina videolar tez-tez chiqishni boshlaydi. Hozircha esa xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.